Jabroil alayhissalom kelib, nega yig'layotganlarini so'radi. U zot javob berdilar: "Ummatim, ey Jabroil, ummatim. Ularning ahvolidan xavotirdaman." Jabroil alayhissalom borib, bu safar xushxabar bilan qaytdi. Robbing aytmoqdaki, Muhammadning huzuriga borib ayt: "Biz seni ummating borasida albatta rozi qilurmiz va seni aslo xafa qo'ymaymiz." Bu og'ir kunlarda u zot o'zlarini eng xotirjam his qiladigan joyda, Oysha onamizning uylarida qolishni istadilar. Aslida har kecha bir ayollarning uyida navbat bilan qolardilar. Hatto shu holatlarda ham aslo adolatni chetga surib qo'ymadilar. Avval navbat kimdaligini so'radilar va Maymuna onamizning uylariga bordilar. Biroq ayollari u zotning ko'nglidagini tushunib bo'lishgan edi. Shuning uchun hamma to'planib Allohning rasuli Oysha onamizning uyida qolishlariga chin ko'ngildan rozilik berishdi. Faqatgina 5 kun vaqt qolgan edi. U zot bu dunyodagi vaqtlari poyoniga yetayotganini bilar edilar. Ali roziyallohu anhu yordamida masjidga chiqib, sahobalar to'planishi uchun xabar yubordilar. Allohning rasuli sahobalarga yuzlanib dedilar: "Alloh o'z bandalaridan biriga dunyo bilan o'z huzuridagi narsadan birini tanlash ixtiyorini berdi va u banda Allohning huzuridagi narsani tanladi." Birdan kimdir yig'lay boshladi. Bu yana u zotning sodiq do'sti Abu Bakr as-Siddiq edi. U dedi: "Ya Rasululloh, ota-onamiz sizga fido bo'lsinlar." Rasululloh alayhissalom Abu Bakrga qarab dedilar: "Odamlar orasida o'zining mazmunli suhbati va moli bilan menga eng ko'p lutf ko'rsatgan kishi bu Abu Bakrdir. Bu dunyoda o'zimga Halil, ya'ni eng yaqin do'st tutganimda Abu Bakrni tanlardim. Lekin Halil tuta olmayman, chunki Alloh meni o'zi uchun Halil qilib tanlagan. Biroq bizni bog'lab turgan narsa islom birodarligi va muhabbatidir." So'ng dedilar: "Masjidning barcha eshiklari yopilsin, faqat Abu Bakrning eshigi qolsin." Ushbu buyruq darhol ijro etildi. Abu Bakrnikidan boshqa barcha eshiklarni yopinglar deyishlarida chuqurroq ma'no bor edi. Go'yoki shunday degandilar: orangizda ummat mas'uliyatini o'z zimmasiga olishni istaganlar bordir, lekin bu borada boshqa barcha eshiklarni yopmoqdaman. O'ringa Abu Bakrni munosib ko'rilishini xohlayman. Payg'ambarimiz alayhissalomning isitmalari ko'tarilib borar, xastaliklari esa og'irlashayotgan edi. Sahobalar u zotni ziyorat qilib, bu holatda ko'rganlarida nihoyatda mahzun bo'ladilar. Rasululloh bir safar shunday deganlar: "Eng og'ir sinovlar payg'ambarlarga tushadi,